Bugungi dastlabkimiz Frunze kolxozi bo'ldi. Bir metre 4,60 bo'ldi bunun razmeri. Davronbek. Nima bek? Frunze ziri. Remont bilan ochiq svet etib, jemchuk etib ishlangan ekan. Buni qarama siniyroq etib qo'yadik aynani. Чтобы bu perdani svetini podsvet bo'lishi uchun. Shunday siniy svetda bo'ldi. Klientning aytgan zakaz shuningdek. Ko'ngildaydingmi? Zo'r. Yaxshi yillarga nasib etsin. Ajoyib chiqadi. Hozirgi zamonning talab bo'lib turibdi stollar. Jurnalnisi, balanti, pasi. Mesela yaxshi yillarga nasib etsin. Rahmat. Sağ olun.